Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. 2025-yilda oxiri, yo bo'lmasam 2026-yilda boshida Umra ziyoratiga boraman deb yaxshi niyat qilib kelganlarga Centrum Holidays, ya'ni do'stlar o'z litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmada hozirgi kunda do'stlar 14 kunlik Umra ziyorati narxlari necha pul bo'lyapti, shart-sharoitlari qanaqa bo'lyapti, to'liq ma'lumot olgani do'stlar Marg'ilonga, ya'ni Centrum Holidays'ning Glamni ofisiga yetib kelganmiz. Videoda oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumotni axborot markazi, ya'ni Ulug'bek akamizdan do'stlar bilib beramiz. Ulug'bek aka, charchamayapsizmi, tuzimsiz? Rahmat, assalomu alaykum, yaxshi yo'llayapmi? Rahmat. Xudo xolasa Ulug'bek aka, ko'pchilik so'rayapti, yilni oxiri, yilni boshiga, mana endi salqin bo'lib qoldi-yu. Aqda ham ancha salqin tushib qoldi. Yosh katta insonlar borsa qiynalmaydigan payt bo'ldi-da. Mana kecha ob-havolar salqinlab qolganini videolarni tashlab berishdi. Spartikada yurasiz, parkka yechib bersa so'qotib qoladigan darajada. Qoyil. Mana xudo xolasa ancha nima deylarligi, bizda endi baribir O'zbekda ko'ryapsiz, Jaydarov Vesikotda jiddiy yursa issiqqa bo'lmaydigan odamlar ham bor-da. Endi baribir ibodat mashaqqat do'stlar. Shunisi bilan xudo xolasa ibodat go'zal bo'ladi. Narx-navolar, shart-sharoitlarni bilmoqchi bo'lganlarga videoda oxirigacha tomosha qilamiz do'stlar. Like tugmasini bosib, bitta podpishka qilib, podpiska bosib qo'ying. Sizga yangi ma'lumotlarni xudo xolasa bilib berib o'tib Ulug'bek aka, bir qator shart-sharoitlar, narx-navolar, qaysi viloyatdan reyslar bor, mehmonxona, 50 yoshlar to'liq ma'lumotini bering aka. Xudo xolasa ko'rgan odam telefon qilganda siz bilan qayerga borishim kerak, bir ko'rishib gaplashib olay deb bitta telefon qilsin aka, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Birinchi reyslarimiz haqida ma'lumot ketaman. 6 ta viloyat bo'yicha premium reyslarimiz bor. Samarqand, Termiz, Toshkent, keyin Farg'ona, Namangan, Andijon viloyati bo'yicha premium reyslarimiz bor. Ham madaniy yo'nalish bo'yicha, ham jiddiy yo'nalish bo'yicha bo'ladi. Xo'p, standart paketlarimiz bo'ladi, 14 kunlik bo'ladi. Madaniy munorada 3 kun, Makka mukarramada 11 kun bo'linadi. Madaniy munorada mehmonxonamiz, gostinitsalarimiz, Baxtiqarovson oldida joylashgan Andalus mehmonxonasi 300 metr oraliqda joylashgan bo'ladi. Makka mukarramada Rozgarde mehmonxonasi bo'ladi. Xo'p, 1,5 kilometr o'rtasida joylashgan mehmonxonalarimiz bo'ladi. Piyoda kirib chiqaman desa 10 daqiqalik, avtobusda 5 daqiqalik yo'l bo'ladi. Qo'y. Gap yo'q aka, 50 yoshlar qanaqa insonlarga borgandan keyin va aziz birodarlarda umra qildirishayotganda bir xudo xolasa bilim ko'nikmaga 50 ta odam qiynalmaydimi, tajribasi bormi bular 50 yoshlarni? Shuni ham bir ma'lumotini berib ketsangiz. Xo'p, 50 yoshlarimiz kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega, umraga kamida 5 marta, 10 martagacha borib kelgan 50 yoshlarimiz bo'ladi. Bu yerda 14 kun davomida umralarini, ziyoratlarini, sayohatlarini, keyin qo'shimcha umra badallarini qildirib qo'yib, 14 kun davomida xizmatlarda bo'lishadi. Zo'r, qo'yil. Firma tomonidan nimalar beriladi? O'zlari bilan nima olib olishsin? Bagajlari qancha, rushnoylari necha kilo? Xo'p, firma tomonidan beriladigan narsamiz kamzalimiz bo'ladi, somkamiz bo'ladi, beji bo'ladi. Keyin qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi sovg'a qiladi. Keyin bizni obunachilarimiz uchun samolyotga ketadigan yoqsiz sovg'a qilamiz. Bu biz tomonidan beriladigan sovg'a sifatida beriladigan. Ketadigan hojatimiz. Xo'p, bagajimiz 20 kilo bagaj, 5 kilo rushnoyimiz bo'ladi. Keyin 5 kilo rushnoy bo'ladi. Keyin yana bitta narsa aytib tur, gapingizni bo'lib qo'ydim. Aravacha olsak bagajga hisoblaydimi, yo'qmi deb so'rashyapti-da. Xo'p, aravacha olsak bagajga hisobga urilmaydi. Bu 20 kilodan tashqari bemalol olib ketishlari mumkin. Aravachaga bagajga urilmaymiz. Yeb ichishlarimiz-chi? Xo'p, yeb ichishlarimiz Madina Munavvarada 2 mahal, obed kechki ovqati, Makka mukarramada 3 mahal bo'ladi, o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zbek milliy taomlari bo'ladi. Gap yo'q. Aka, bitta oiladan ko'pchilik ketyapsa, chipchi bonus qilib berasizlar-a? Bonuslar qilib beriladi. Bitta oila bo'lishi shart emas. Oshna og'ayni bo'lishi mumkin, qarindosh urug' bo'lishi mumkin. Amaki-vachchalar ketsa ham, kamida 4 kishidan 5 kishi yuqori ketayotganlarga bonus sifatida chiroq beriladi. Narx-navomiz $1050 yilda oxirigacha, keyin yanvarda 10-sanasigacha $1050 narxlarimiz. Aytib o'tganimiz oilaviy ko'pchilik ketganlari bundan yana bonus sifatida narxlarni kelishtirib beriladi. Gap yo'q, zo'r. Keyin yana bitta narsa aka, aqa borilgandan keyin sayohatlar bor, qo'shimcha ziyoratlarga olib chiqiladigan joylar bor, sayohatlar bor. Nima-nimalar qo'shilgan? Xo'p, bizda 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladi. Ziyoratlarimizdan tashqari qo'shimcha sayohatlarimiz Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Ro'ziyev masjidlarida kechki ovqat pikniki, Madina Munavvarada Xurmobodda oshlari bo'ladi. Yana ko'pchilik savol beradi, Qur'on zavodi. Qur'on zavodimiz haftada 4 kun ish kuni, 3 kun dam kuni bo'ladi. Dam kuni olib kirib chiqarilamiz, ish kuni bo'lsa 100% olib kirib chiqiladi, xudo xolasa bunga. Gap yo'q, zo'r. Joylarni qanaqa qilib bron qilishsan aka? Pastga nomer qo'yamiz. WhatsApp, Telegramlari bor, ishlayapti. Telefon qilishsa, xudo xolasa ma'lumot berishadi. Qanaqa bo'ladi? Telegram, WhatsApp orqali joy bron qilish uchun pasportlar tashlab berish kerakmi? Ha, Telegram orqali, yo'nsa WhatsApp orqali pasportlar rasmga, Zagram pasportlari bo'lishi kerak. Zagram pasportlar rasmga olib tashlab berishsa,
Xo'p, aytilgan sanalar bo'yicha qaysi sana ma'qul kelsa joylarni o'sha joylarda bron qilib, har bitta odamga dogovorniy shartnoma tuzib beriladi. Shartnoma asosi bo'yicha to'liq summasini bank orqali to'lov qilsa ham bo'ladi. Xohlasa ofisga kelib, kassarimizga uchratib turib, to'lov summalarni topshirib ketishlari ham mumkin. Summa topshirganda ham yana ham ishonchli bo'ladiki, bank orqali olsa, ofis orqali to'lov qilganda ham Centrum Holdesdan Umra ziyorati ketayotgani uchun degan chek chiqarib beriladi. O'sha kvitansiyalar cheklar bo'ladi. Gap, narx-navolar qanaqa bo'lyapti? Xo'p, narx-navolari $1050 dan bo'ladi. $1050. Bu aytayotgan mana u sayohat, ziyorat hammasi standart paketda. Standart paket. Ekonom paketlarda qabat. Ekonom paketlarda aytishyapti, reklamada o'zim ham ko'rib turibman. Standart paketda urib yuborishyapti, lekin u ekonom paket bo'ladi. Ekonom paketlarga adashib qolmanglar. Chunki ko'pchiligimiz ota-onamizni yosh katta odamlarni jo'natyapmiz. Bitta qiynalib olmasliklari uchun keyin litsenziyani so'rasalaring, litsenziyani Telegram va WhatsApp orqali tashlab berib, tanishtirib chiqishlari mumkin. Bemalol o'qimay so'rasalaring tashlab berishaveradi bizda. Gap, do'stlar, Xudo xolasa, agar o'zim kelib ko'rib, gaplashib, bir qator yana narx-navolarni, shart-sharoitlarni bilaman desalaring, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holdes'ning bosh ofisida, ya'ni axborot markazi, Ulug'bek akamdan to'liq ma'lumotlarni olib berdik. Shu kanalga obuna bo'lib, podpisatsiya bosib, like bosib qo'ysalaring, akamiz yangi ma'lumotlar, qulayliklar, shart-sharoitlarni yoritib berib o'tadilar. Xudo xolasa, manfaatli video bo'ldi degan umiddaman. Umra ziyoratiga ishonchli firmadan bormoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqarmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu kanaldan do'stlar umuman uzoqlashmanglar. Sizlar yangi narx-navo, shart-sharoitlarni bilib turish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Omon bo'linglar. Salomat bo'linglar.